cho'chqa shukri bunaqa ekan. Ey Xudo, cho'chqa qilganingga shukr qilaman, benamoz odam qilib yaratganingda nima qilardim degan. Cho'chqa aytarkan, seni tanimay, senga sajda qilmay yurgan inson qilmasdan bir hayvon to'ng'iz qilganingga shukr qilaman. Chunki hayvonlar o'lib ketadi. Ularga hisob kitob yo'q. Turpoq bo'lib ketadi. Lekin odam nimaga namoz o'qimading? Seni men odam zot naslidan aqlli qilib, qo'l, barmoqlik, ko'z boshqacha, qomat boshqacha qilib yaratuvdim-ku. Nimaga sen bu cho'chqadaqa, qo'ydaqa, moldaqa, ilondaqa emas, inson, ulug' inson eding. Nimaga boshingni sajdaga qo'ymading? Nimaga menga namoz o'qimading degan azob va ularga beriladigan azob bu dahshat. Shuning uchun u hayvon bo'lganiga rozi bo'lyapti. Inson bo'lib namoz o'qisa u daraja katta-ku-ya. Endi inson bo'lib yashab namoz o'qimay Allohni tanimay o'tganni ahvoli juda ham tang bo'ladi.